Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Xonanda Manzuraning to'y marosimlari boshlanib ketdi. Xabaringiz bor, xonanda Manzura turmushga chiqishini ma'lum qilgan edi. U 48 yoshda sevgan insoniga turmushga chiqishni ma'lum qilgan edi. Bu haqda o'zi ham ijtimoiy tarmoqlarda intervyularida birida aytib o'tgan. Ko'pchilik Manzurani turmushga chiqishini PR deb baholagan edi. Ammo Manzuraning turmush o'rtog'i va Manzura ham bu PR emasligini tasdiqlagan. Muhokama qilingan jihat esa kuyov Manzuradan 20 yosh kichikligi va aynan mana shu kichikligi Manzurani o'ylashga majbur qilgan. Ammo juftning fikrlashi va munosabati yoshiga qaramay juda mos kelganini aytib o'tgan. Turmushga chiqishga rozi bo'lgan Manzura turmush o'rtog'ini ijtimoiy tarmoqlarda ochiq oydin ko'rsatgani va hattoki turmush o'rtog'ini yoshini ham berkitmagani, avval bir marta uylanib ajrashganligini ham aytganligi ijtimoiy tarmoqlarda ijobiy fikrlarga ega bo'lmoqda. Xonandalar yoki mashhurlar kimga ikkinchi turmushga chiqadi va turmush o'rtog'i bilan bemalol birga yura olmaydi va bemalol ko'rsata olmaydi. O'ziniki baribir o'zinikida bemalol ommaga ko'rsata olyapti va ijobiy baho beramiz deb izohlarda qoldirishmoqda, deyiladi xabarda. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.